Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Adayim Astor Cherry Cho'ponota rasmiy YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqayotgan avtomobillarimiz bu Arizo 6. Arizo 6 avtomobilimiz bo'ladi. Bu avtomobilimizda sizda qanaqa komplektatsiyalar bor, qanaqa farqlari bor, narxlari va eng qiziq muhim jihatlardan biri qanaqa to'lov usullarida xarid qilib ketishingizni siz bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi obzorimizda siz bilan Arizo 6 avtomobilimizning birinchi pozitsiyasi, birinchi komplektatsiyasi hisoblanadi. Bu avtomobilimiz haqida ozgina agar ma'lumot berayotgan bo'lsam, bu avtomobilimiz 3 xil komplektatsiyada bo'ladi. Life, Intelligent hamda Premium. Premium, Intelligent yana nimadir bor edi. Sal adashmasam agar avtomobillarimiz kuzov jihatdan, metal jihatdan, keyin komfort jihatdan bular hammasi bir xil bo'ladi. Agar umumiy hisobda olsangiz agar, lekin ozgina xarakteristika, ichidagi ot kuchlari, motorlari, funksiyalarida salgina farq qilishi mumkin. Bu hozir ko'rib turgan avtomobilimiz Arizo 6 ni birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Atmosferniy motor hamda diskalari boshqacha. Kameralari uncha ko'p emas bunda. Salgina farqlari bo'ladi. Bu avtomobilimiz mana 205 ga 55 16 diametrdagi saka diskalarda bo'ladi. Balonlarimiz o'ta yumshoq. Yumshoq balon. Faralarimiz LED premium bo'ladi. Old abrisovkalari ham o'zgacha. Metali Duxsoyni atsinkovni metal qalin hisoblanadi. Mashinaning o'zi zemchuk hisoblanadi. Salgina endi kamerada ko'rinmasligi mumkin. Lekin avtomobilimiz har bitta rangida zemchuk rangda bo'ladi. Tak. O'zi avtomobilni motorga keladigan bo'lsak, 1.5 atmosferniy hisoblanadi. Bu avtomobilimiz atmosferniy motorda siz bemalol o'zingiz metan yoki propanni qo'yib haydasangiz bo'ladi. Agar rasxodini hisoblayotgan bo'lsangiz, rasxodda shaharda ichida 6-7 litrgacha chiqadi. Dalniyda esa undan ham kamroqqa tushadi. O'ta komfort, yumshoq, hamyonbop jihatdan juda ham yaxshi avtomobil. Bu avtomobilimiz 5 ключевой достуp bilan jihozlangan. Operator yaqinroq keling, mana ko'rsatib beraman. 5 ключевой достуp bilan jihozlangan. Eshigini bitta ochamiz. Eshigini ochganimizda sizda mana shuni shinamgina salon kutib oladi. Salonlarni bitta ko'rib o'tamiz. Tak. Salonlarimiz mana bu taraflari eko kojadan ishlangan, polnoценный, bu yoqlari ham kojadan. Stiklopodъемniklar elektriskiy bo'ladi. Eko sport rejimda bemalol harakatlanadi avtomobilimiz. Bularda esa bokovoylarda bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Hozir bu avtomobilimizga propan gazi o'rnatilgan, uni ham ko'rsatib sizga o'tamiz. Motorni ochib qo'yaylik, shtob sizga ko'rsatib berishimiz. Salon jihatdan kelayotgan bo'lsak, bu avtomobilimiz elektron ruchnik. Salon qismini ozgina ko'rsatganimizdan keyin salgina motorga ham birinchi e'tibor berib o'tmoqchiman. Chunki bu avtomobilimiz mana 1.5 atmosferniy motor bilan jihozlangan, mana gazlari zavodskoy holatda o'zimizda avtoservisimizda o'rnatilgan. Bu avtomobilimizni bemalol misol ko'rsangiz agar, mana tagidagi защитный karterlari qo'yilgan bu avtomobilimizga. Agar tosh-posh kirib ketmasligi uchun mana shunaqa setkalarni ham sizga chiroyli qilib qo'yib berishi mumkin bizda kompaniyamiz. Chunki bizda eng katta servis, eng katta dilerlik markazi hisoblanadi. Bu tarafdan o'tayotgan bo'lsak, avtomobilimiz mana ochasiz, salonni ichiga bitta yana e'tibor berasiz. Salon kojadan ishlangan. Mashinamiz bizda hammasi 2026-yil ishlab chiqarilgan. Made in O'zbekiston, chunki O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqariladi. Orqalarini bir ko'ramiz, tonirovkalariga bir e'tibor bering, tonirovkalariga, orqalariga orqa deflektor. Masalan, bu avtomobilda men o'zim agar bemalol olsam, oldida ham juda katta joy bor, mana orqada ham juda katta joy bor mana. Orqada ham. Bo'yim ham tegmaydi, juda ham zo'r qarmashkalari bor. Bu yerda buni olib tashlaymiz. Deflektorlari bor. Mashin juda qulay. Sizlarga obzor qilishimdan maqsad bu jaydaricha tushunarli, sizlarga obzor qilib. Orqa parktoniklari, orqa kamerasi, eng asosiysi sizlarga gazni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Mana zapaskasini ko'rsanglar, zapaskasi turibdi. Mana bir xil mashinalarda bilasizlar, agar balon qo'yganlaringdan keyin mana bu joyi, mana bu qismi juda o'ynab qoladi. Bunda esa mana ko'rsanglar agar, mana lipuchkada bo'lib o'zini klaylarida mana yopishtirib qol. Balon 35 talik turibdi. Bemalol 300 tala yurib bera oladi. Tak. Keyingi pozitsiyamiz bu full pozitsiyasi hisoblanadi. Eng full pozitsiyasi Arizo 6 Intelligent, eng full komplektatsiyasi. Narxiga keladigan bo'lsak, 279 million 900. Bu avtomobil o'zgacha stilda, o'zgacha dizaynda, diskalari bunda boshqacha o'zi. Bir razmer katta bo'ladi bunda, 17 radiusdagi 205 ga 50 bo'ladi bu.
Kovni bunda ham xuddi shu, metall bir xil, lekin bunda funksiyasi уже ko'proq. 360 kamera. Oldi Parktonic, adaptivniy kruiz kontrol, удержание полоса, avtotormojение, o'rindiq isitgichlari, orqa kameralar, hamma narsa mavjud. Misol, bunda avtoparkovkasi, anosi бесключевой sensorli. Sensorli bo'ladi. Bunda уже mana ko'rsangiz agar, удержание полоса, EcoSport rejimi, 360 kamera, bokovoylarda уже mana o'zi qatlanayotgan qilishi, skorost rechagi uniki boshqacha. Bunda уже elektron besprovодной zaryadka. Luk desangiz, luk bo'lsa, lidar kamerasi bor, ikkita oldi o'rindiq isiydi. Bemalol bu avtomobilda xarid qilishingiz mumkin. Tak, qisqacha aytib o'taman, boshlang'ich to'lov bu avtomobilimizga 15% boshlang'ich to'lov bilan boshlanib, 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatgacha bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Kredit, naqd yoki lizingga ham xarid qilishingiz mumkin. Albatta hammangizda AD Master Cherry cho'ponotida kutib qolamiz.